Yurtimizda 130 dan ortiq millat va ellat vakillari o'zaro hamjihatlikda umrguzaronlik qilib kelmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda ularning urf-odatlari, qadriyatlari, tili va madaniyatini asrab-avaylash, qadrlash va tarannum etishlari uchun keng sharoitlar yaratilgan. Hududlarda tashkil etilayotgan Vatan yagonadir, Vatan bittadir shiori ostidagi xalq sayllari va bayram dasturlarida ushbu jihatlar ko'p millatli xalqimiz kayfiyatida aks etmoqda. Namangan viloyati Chortoq tumani Saroy mahallasidagi Qudratimiz birlik va hamjihatlikda nomli festival o'zbek va qirg'iz millatiga mansub aholi vakillari o'rtasida katta ko'tarinkilikda o'tdi. Ushbu mahalla ahlining 30%ni qirg'iz millatiga mansub aholi tashkil etadi. Ular inoqlikda, qon qardoshlik rishtalariga bog'lanib, quda-anda, do'st birodar bo'lib yashab kelishmoqda. Biz Saroy qishlog'ida har xil millat vakillari, o'zbek, qirg'iz, tojik ham bor, tatar ham bor, rus ham, har xil millat vakillari yashaymiz. Men mana shu Saroy qishlog'ida tug'ilganimga mana 61 yil bo'ldi. Hammamiz qudanda qarindosh urug' bo'lib ketganmiz. Ilgari hamma yoq bekida chegaralar, qarindoshlar bir-birini o'ta olmasdik, bir-birimizni qarindoshlar qatnasha olmasdik. Mana juda ham yaxshi bo'ldi. Mana Uchqo'rg'onda postdan ochib qo'ydi. Shuning uchun shundoq sharoitda, shundoq O'zbekiston degan davlatda yashaganimizdan behad xursandmiz. Yangi Qo'rg'on tumani Qirg'iz Respublikasining Olabuqa, Axsi tumanlari bilan chegaradosh. An'ana va urf-odatlari bir-biriga nihoyatda o'xshash millat vakillari bugungiday shukuhli ayyom tantanalarini ham birgalikda, shod-xurramlikda nishonladilar. Karnay-surnay sadolari ostida bolajonlar, nuroniy otaxonlar, onaxonlar jam bo'lishdi. Bilagi kuchga to'lgan yigitlarning kimib-cho'la kimchaqqon sport o'yinlari, murosasiz kurash musobaqalari barchani o'ziga rom etdi. Arqon tortish, oq terakmi, ko'k terak milliy o'yinlari, laparva aytishuvlar, bir ariqdan suv ichib, og'ayni, aka-uka, quda-anda bo'lib ketgan qardosh ellar ko'ngillarini chog' etdi. Doshqozonlarda sumalak pishirildi. Tashkil etilgan turli ko'rgazmalarda yurtimizdagi bardavom islohotlar, milliy ruh va barqaror tinchligimiz aks etdi. Men qirg'iz millatiga mansub O'zbekiston fuqarosiman. Qirg'izlar o'zbeklar bilan ezaltadan ahil-inoq, quda-anda bo'lib ketganmiz. Bizning mozorimiz bir, bozorimiz bir. Hamma imkoniyatlardan foydalanib kelyapmiz. Bordi-keldilarimiz yanada mustahkamlandi. Bizga mana shunday sharoitni yaratgan prezidentimizga ming rahmat. Do'stligimizga ko'z tegmasin. Tinchlik va shukronalik tarannumiga aylangan tadbirlar Chust tumanidagi mahallalarda ham katta tantanaga aylandi. 3000 nafarga yaqin aholi yashaydigan Sherbilak mahallasi tuman markazidan qariyb 30 km olisda joylashgan bo'lib, chegara hudud odamlarining ham bugun hayotida, turmush tarzida ijobiy o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Navro'zi olamga hamohang tashkil etilgan festival yosh keksiga bayramona kayfiyat bag'ishladi. Shuningdek, badiiy chiqishlarda laparlar, xalq og'zaki ijodi namunalari, folklor qo'shiqlar ijro etildi. Bizning Sherbilak mahallamiz Qirg'iziston bilan chegaradosh bo'lib, qirg'iz va o'zbek va boshqa millatlar mana qarang, totuvlikda, birgalikda bayramni nishonlamoqdamiz. Bunday tinch va osoda yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Qalblarimizga quvonch ulashuvchi bayramlar juda ham ko'p bo'lsin. Do'stlik, qardoshlik va hamkorlik yangi mazmun va mohiyat bilan boyib borayotgan o'ra qirg'izlar, tojiklar va boshqa millat vakillarini ham baxtiyor etmoqda. Bu yangi O'zbekistonimizning yanada gullab yashnashi, barqaror taraqqiyotida muhim o'rin tutishi bilan ahamiyatli.